Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Bugun siz bilan yana Sir ortida YouTube kanali. Siz uchun yangi loyihaga qo'l urdik. Bu loyihamizda siz mashhur yulduzlar hayoti va ijodi kechagi kuni hamda bugungi kunlari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bugungi o'zbek shou biznes estradasining yorqin yulduzi Jaloliddin Ahmadaliyev kechagi va bugungi hayoti haqida bir oz suhbat qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, Sir ortida YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Biz siz bilan xonandaning kecha bosib o'tgan yo'liga o'tishdan avval uning hayoti haqida qisqacha tanishib olamiz. Xonanda Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qiriqlar qishlog'ida tavallud topgan. Bolalik yillaridanoq san'atga bo'lgan qiziqishi juda kuchli bo'lgan. Yillar o'tgani sari bu qiziqish ortib borar edi. Lekin san'at sohasida o'qishga imkoniyati vaqt topa olmagani sabab xonanda avval kosibchilik, so'ngra santexnik kabi ish faoliyatlarini amalga oshirgan. Lekin san'atga bo'lgan muhabbati uni yana qo'shiqlar tayyorlashga majbur qiladi. Xonandaning Intervyu TV YouTube kanaliga bergan 2021-yilgi intervyusida mening qo'shiqlarim ommalashishida Nortoy ismli do'stim va otam qilgan duolari sababchi bo'lgan. Do'stim menga TikTok ochib qo'shiqlarimni yuklashimni taklif qiladi va men baland-ketin qo'shiqlarimni yuklay boshladim va asta-sekin qo'shiqlarim ommalasha boshladi deb ta'kidlagan xonanda. Xonandamizni mashhur bo'lishni boshlagan dastlabki yillari taxminan 2021-yillar atrofiga to'g'ri keladi. O'sha yillarda xonanda asta-sekin qo'shiqlari o'z muxlislarini topayotgan bo'lsa-da, lekin to'xtab qolmadi. Deyarli har hafta yangi qo'shiq klip premyerasi bilan ijodiy qo'shiq va kliplarni YouTube platformalarida boshlagan. U hech qanday televideniye kanallarisiz muxlislar e'tiboriga tusha boshlagan. Jaloliddin Ahmadaliyev uni dastlab ommalashgan qo'shiqlari Yor bizdan ketdi, Ona seni unutganim rost, Janonim, Dadamni soyasida kabi qo'shiqlari rekord darajada YouTube'da ko'rila boshladi. Ijodini jonli ijroda gitara bilan boshlagan xonanda bunday katta tez fursatda katta natijaga erishishni hatto o'ylab ham ko'rmagan edi. 2022-yilga kelib esa Xalqlar do'stligi san'at saroyida ilk yakkaxon jonli ijroda konsertini ham o'tkazdi. Tomoshabinlar uni gulroz qarsaklar bilan kutib oldi. Barchaga ushbu ilk yakkaxon konsert mansur keladi. Xonandaning shuncha to'y tadbirlari juda ko'p ediki, ba'zi bir to'ylarga ulgurmay qolar edi. Ulgurmay qolganida esa muxlislarim mendan xafa bo'lmasin deya to'y tamom bo'lgach ham tashrif buyurib ularni xursand qilar edi. Jaloliddin Ahmadaliyev qaysi to'yga kirib bormasin fayz olar edi. Bunga sabab uning yaratgan hit qo'shiqlarida desak mubolag'a bo'lmaydi. Qo'shiqlarni muxlislari yoddan bilishar. U bilan birga cho'r bo'lib qo'shiqlarni ijro etishar edi. Kechagi Jaloliddin Ahmadaliyevdan bugungi Jaloliddin Ahmadaliyev mutlaqo farq qiladi. Deyarli yer bilan osmoncha desak xato bo'lmaydi. Hozirda u sevimli yulduz xonandaga aylangan.
O'zbek san'at olamida u top reytinglarni zabt eta olgan. Ko'plab hit qo'shiqlar ijrochisi va muallifi. Jaloliddin Ahmadaliyevning YouTube'da uning qo'shiqlarini 4 milliarddan oshiq muxlislar kliplar va konsert dasturlarini tomosha qilishgan. Hozirda Instagram kuzatuvchilari soni 1,400,000 dan oshiq. Kliplari YouTube tarmoqlarida rekord darajada sevib tomosha qilingan. Kechagi kunlarni ijodkor osonlik bilan bosib o'tmadi. Bu yo'lda qancha mashaqqat va mehnat kechib, tunlarni yangi ijod namunalarini biz tinglovchilar uchun tayyorlab keldi. Xonanda jonli ijroda kuylaydi. Biron bir konsert yoki to'y tadbirlarida fonogrammadan foydalanilmagan. Hozirgi kunda u mashhur yulduz. Bu ijodkorni sir ortida YouTube kanali bundan-da yangi ijod namunalarini yaratishida kuch-quvvat tilab qolamiz. Ma'lumotlarni tayyorlashga ozgina ketgan mehnatimizni qadrlaysiz degan umidimiz bor. Albatta siz kanalga obuna bo'lib, bu videoga like bosib, kommentariyada Jaloliddin Ahmadaliyevga omad tilab yozib qoldirishingiz mumkin. Siz uchun yangi hikoya va ma'lumotlarni kundalik sir ortida YouTube kanalimizda yuklab boramiz. Avvalgi videolarimizni ham tomosha qilishingiz mumkin. O'zingizni asrang, sog' omon bo'ling.